Yo'q, Namangan sharoitida mana shunaqa qo'ylarni semirtirib ajoyib natijaga erishmoqchi bo'lsani, rejim aytamiz Namangan shahar sharoitida. Xudo xolasa mana shunaqa qo'ylaringni sifatli bo'lishini xohlasani deb aytamiz. Xohlasani bir sinab ko'rasizlar. Mana qo'ylarning holati. Bir yemini yeb olgan ekan hozir. Plus bilan ulugi bor. Yana qo'shimcha sizlar uchun hozir bitta video uchun tashitdik. Mana qo'ylarning holati. Dumbaz o'zi emas. Badani ham ajoyib tarzda semiradi. Mana qo'ylarning kayfiyati juda bir joyida. Tarkibida nima desan, arzon yam bu. O'z ustiga biz yemdan sepiladi. Sulos, ulu, semichkani maydasi. Bunga somon qo'shib bersani ham bo'ladi. O'zining tabiiy qarab bunga mega yemlarimizdan qo'shiladi. O'rtacha shunaqa qo'ylarga 650-700 grammga to'g'ri keladi. Effekti zo'r. Mana xohlash qo'ylarni ham 1 oy, 1,5 oydagi natijasini ko'rsatamiz. Ajoyib holatga kelgan bo'ladi bu qo'ylar. Mana yangi kelgan qo'ylar, mana eski qo'ylar, mana sog'liq. Og'oz emas. Badani yaxshi semirgan. Mana kichkina qo'zilarni ham holatini ko'rsatamiz. Mana yem. 11 xil narsasi bor. Juda go'zal yem bo'lgan. Buni protein 16% bo'ladi. Juda qo'ylarga zo'r effekti bo'ladi. Buni tabiiy ko'rsatamiz. Oddiy yem ustiga yem tayyorlab qo'yganmiz. Afsuski bular yeb olgan ekan, yana bir ikkinchi marta sizlar uchun. Mana yem. Shundan bir kosa to'g'ri kelaveradi kichikroq qo'ylarga. Hozir uzr bular yeb olgan ekan. Shu holatda berilsa ikkita beriladi. Mana bular sal kattaroq bo'lgani uchun. Onda tukore nerginga. Ikkitadan bo'ldim shuni. Tu'ldiring. O'shanda 700 gram tug'ib keladi. Qachon? Hammasini hisob kitobi bor mana. Mana qo'ylarni yeyishi yeb olgan holatiga berildi bu qonuntoq holatiga. Mana 2 kosa shunaqa katta qo'chqorlarga, sog'liqlarga bir kosa ham yetadi. 450 gram, 500 gram yetadi. Bir kunda shunda 1 kilo bo'ladi. Mana qo'ylarning holati. Bunga o'rgangandan keyin omma maza ekanda o'zi ham mana shunday yegandan keyin nima bo'lishadi-da? Jim bo'lishadi. Og'zimi 4 ta bo'lganda bu. Ha, 4 ta tasha. Ikkita tashasi. O'zim olib kelasanmi? Mana qo'ylarning yeyishi to'q holatiga ham olib kiraveradi. Behijolat. Mana qo'y dumba so'rib, ham bel ham soladi. Bitta dumbani o'zi yog'li qo'y bo'lmaydi. Mana ichida buni 11 xil narsasi bor. Arpa deysizmi, makkami, bug'doymi, hamma narsasi bor yemni. Protein ham juda yuqori bir ajoyib bo'lgan. Qo'ylarning yeyishi, qo'ylarning o'zgarishi. Mana qo'zichoqlar. Xudo xolasalar bilan 1 oydan keyin natijasini bir ko'rasizlar, eslab qolsan agar. Buni ham ustiga nima desam bo'ladi? Somonni ustiga bedami, silosmi ustiga shuni sepilsa bo'ldi. Bunga kepak, boshqa qo'shimcha dori, vitamin, aktivitetlerdagi shuncha vitamin ham kerak emas. Bunga ichki parazitiga albemmi, boshqa narsa berilsa bo'ldi. Qolgan umuman multivitaminmi, premixmi hech qanaqa bu vitamin shart emas bu yem bergandan keyin. O'zi qo'ylar ajoyib natija beraveradi. Mana qo'ylarning holati. Sog'liq shu qo'y. Xohlasalik keyingi qo'yxonalardan ham video qilamiz. Mabodo shu qiziqqanlar bo'lsa shu qo'y so'tilar ekan. Nechi pul olkamanu? Terimga berib yuboraman. 2 tish. 2 tish tuxumi. Tug'magan. Bo'g'oz emas. Yo'q. O'sha o'zi bigim o'tib qolgan bu yem yegandan keyin. Shu gap okalar. Ag'da ham bor qo'yxona. Ag'dagani keyin safar ko'rsatarmiz. Mana shuni holat. Zo'r qo'ylar bordi, bu yerda sotilib ketib qolibdi-da. Juda katta mashina sog'liqlar bordi. Mana yangi kelgan. Endi boshlangan bular ham juda xarob holatda edi, sal o'zgarib qolgan holatda bular. Endi 1 oydan keyin buni natijasini ko'rsatamiz. Shu holatda ham yirlik mana qo'ylarning holati. Yozgi kunida ham ishtahasi bo'g'iladi qo'ylarni, bularda xolasi yaxshi bo'g'ilmay yeb turibdi.
Nimaga desani, yaxshi desani, buni hamma narsasini maydalab qo'yilgan. Hech nimasi yirik narsasi yo'q. Bug'doy makkalarni ezib qo'yilgan. Ichida mana soyalargacha bor, Argentina soya. Tarkibini telefon qilsani batafsil tushuntiramiz. Faqat qo'y boquvchilarga, yem purushlarga emas. Nimaiki buni mehnat ketgan bunga ancha. Shu holat akila. Videomizni men olayardim, kamchilik bo'lsa uzr. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman.